Mana bu uyimiz oldi ko'rinishi. Kirish va chiqish joylari. Yoqsa bitta like, yoqmasa dislike, подписаться qo'ng'iroqchasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Kommentariyada o'z fikrlar qoldiringlar. Yangi videolar chiqarishda davom etamiz. Bu ko'pincha Nurmuhammad usta kanali. G'ishimiz Norisga kelishni, ana yotiq sho'plari ham axlat yo'q, bir xil tekis, yaxshi holatda. Uyimiz bitib qoladi. Mana bu yon tomondan ko'rinishi, to'g'riligi, yotiq sho'pi, tikka sho'pligi, yotiq sho'pligi 0,6 sm bir xilda primichkalarni qo'yib tugatdik. Endi bu yoq 1,5 metr qoldi. Tepasini ursak yaxshi holatda bo'ladi. Mana bo'yatganimdek sho'p ham bir xil. Unaqa axlat yo'q, tozalab yuvib ketilyapti. Hammasi joyida. Tikka sho'pga ham mana 0,6, bitta barmoq hammasi bemalol sig'adigan holatda. Mana bu uzun holati, yonboshlari. Bu gulimiz ko'rinish holati bu. Mana bu ko'cha tomondan ko'rinishi, primichkalarni yopganmiz mana. 3 ta deraza bor. 1, 2, 3 ta. Oldi ko'rinishi, mana bu bitta archamiz bor uyimiz oldida, balandgina. Albatta o'z fikringlar qoldiringlar. Kommentariyada plyusimiz atmetkasi qo'yish nechaligini o'ylayman. Xudo xolasa yaxshi videolar chiqarishda davom etamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bundan yaxshi videolar, qiziqarlilarni chiqarishda davom etamiz. Orqalarini bo'lgan holatini ko'rsatamiz. Biz ekishimiz, shuning uchun urilgan holatini ko'rsatolmayapmiz. Ish tugagandan keyin syomka qilib joylaymiz. Shuni hisobiga ishlayotgan jarayoni ko'rinmaydi. To'g'ri tushunsa degan umiddaman. Mana bu garaj tomoni, yonboshi, to'g'ridagi garajdagi. Mana bu kichkina deraza oshxonaniki. Garaj tomonga qarab turgan holati. Mana bu ham bir xilda yaxshi. Boyatganimdan sho'plari 0,6 sm bir xil, axlati yo'q, tekis holatda. Bu garajimiz tugay deb qoldi. Xudo xolasa shu yonbosh qoldi. Bir skat tom yopiladi. Tomini yopib chiroyli holatda bitganini ham bir obzor qilamiz. Qo'llab-quvvatlab turinglar. Mana bu garajimiz ugli. Bu joyi mana bu holat tugadi. Shu yonboshi endi bu holatda urilsa bo'ldi. Shu bilan tugaydi. Bu old tomoni tugagan. Podpiska, like, kommentariy esdan chiqmasin. Hammaga